Assalomu alaykum birodarlar. Mana biz kitob Pervaldan chiqib ketyapmiz. Boshqalarga qayerda? Xavfli hududlar, tog'u toshlar. Mana xavf xatar. Andijonimizga va nihoyat yo'l oldik. Sog'inib ketdik. Qaytasan Andijon deb ketyapmiz. Bulutlarda arosada ketyapmiz. Bulutlarda arosada. Doğru zamana. Kitap Pervalda ketyapmiz. Bismillahi tevekkaltu alalloh. Ma toshlardan vahshiy xavfli ekan. Mana tosh. Tumalab tushganda o yerdagilar. Ha, hammasi tumalab tushgan. Tumalab chiqmaydi. Mana yoshlarga tumalab yerga tushgan, Xudo saqlasin. Indek men qarayman, mana o'rnab qo'yganman. Rosa katta tosh. 10 tonna kelsa kerak-ku. Qashqadaryo kitob Pervali. Nima Moskvishda kelgan bekka. Ularning zo'rligini qarang. Shavkat akam, Do'mdek Shavkat akam. 12 ta zo'rligini qarayman. Bunaqa joylarda balandtirmay tekis yo'lda ketaveradigan-da. Balandlikni sezmaydi ekan. Turbina push beryapti-da. Videoyingiz g'aram bo'lib ketgan.